farzandlarimiz, jigarlarimiz allergiya bo'lib qolsa, nafas qisib qolsa, qayerga olib chiqamiz? Конечно, Oqtoshga olib chiqamiz. Nima uchun? Chunki Oqtosh havosi вообще zo'r. Ertalab odamlar kechasi bilan yo'lda yurib, quyoshda toza havo nafas olish uchun shu Oqtoshga chiqamiz. Sizlar uchun bitta yangi qurilayotgan 5 sotuvli dachani obzorini qilib beraman. Qaranglar. Mana shu dachamizni yangi qurilyapti, hozir sotuvga qo'yildi. Общий 6 ta xonasi bor. 2 ta katta holi bor, oshxona, 3 ta sanuzelga joyi bor. Qaranglar, bundan bemalol 2-3 ta mashina sig'ib ketadi. Mana bu yerga katta basseyn qurib olsanglar bo'ladi. To'rdagi xonani sauna, mini basseyn qiladigan joy qilsa bo'ladi. Birinchi etajda katta hol, o'ng tarafimiz oshxona, sanuzel va bitta yotoqxonaga mo'ljallangan xona. Mana bu yerda katta xonamiz bor. Hozir ikkinchi etajni ko'rsataman. Ikkinchi etajni qaranglar. Katta hol bu yerda. Bu yoq tarafda 2 ta xona bor. Sanuzel vanna uchun joy qoldirilgan. Va bu yoq tarafda 2 ta xona bor. Sanuzel vanna joy qoldirilgan. Balkondan vidni qaranglar, вообще zo'r. Tog'larni qaranglar, shunday tog'lar ko'rinib turibdi. Havo вообще zo'r. Ushbu dachamizni $140,000 baholayapmiz. Kimga shu dacha ma'qul kelgan bo'lsa, pastda egalarning raqamlarini qoldiramiz. Aloqaga chiqaverasizlar.